6. Bab. Men quyoshning ostidagi bu dunyoda insonlarni besib turadigan qattiq azobliq bir ishni ko'rdim. Xudo ba'zi odamlarni boylik, mol-mulk va sharaflarga muyassar qiladi. Ular ko'ngli xolagan narsalarga erishalisimi, lekin Xudo ularga bu narsalardan bahralanish imkoni bermaydi. Bu narsalardan yotla bahrlanadi. Mana bu behuddilikdir. Bu azobliq bir ishdir. Bir boy odam 100 farzandlik bo'lishi hamda uzoq umr ko'rishi mumkin. Lekin u hayotdan qanoat hosil qila olmasa yoki bu dunyodan ketganda hurmati bilan ko'milmasa, meningcha bundaq odamdan onasining qo'rsiqidan tushib ketgan homila yaxshiroqdir. Chunki homila bu dunyoga behuddi kelib, ko'z ochmay turibla jimjit ketadi. Qarang'uliq uning nomini yoshirib qoladi. Gerçi homila quyosh nurini ko'rmagan, ham hayotning nimaligini bilmagan bo'lsa-mu, lekin 2000 yil yashab hayotning xushalligidan huzurlana olmagan boy odamdan u xotirjamroqdir. Her ikkilisi yanada o'xshash bir yerga boradi emasmi? İnsanning jafoliq ishlashi qo'rsoq uchundir. Lekin inson mangu qanoatlanmaydi. Dono odamning nodon odamga qaraganda qandoq ortiqchiligi bor? Nomrod odam bu dunyoda to'g'ri yashashni bilsa-mu, uningga buning nima foydasi bor? O'zingda bor narsalarga rozi bo'lish, yo'q narsalarga intilishdan yaxshidir. Bundaq intilish xuddi shamolning orqasidan qo'g'lagandekla behuddilikdir. Dunyodagi barliq mavjudotlarning taqdiri oldin belgilangandir. İnsanning taqdiri shunda. Hech qandaq odam Xudo bilan qarshilasha olmaydi. So'z qancha ko'p bo'lsa, shuncha behuddi bo'ladi. Bunun odam uchun nima foydasi bor? İnsanning hayoti xuddi bir ko'langaga o'xshaydi. Kimmi qisqa, behuddi hayotini qanda qilganda yaxshi o'tkazgili bo'ladiganligini bilalaydi. İnsan o'lgandan keyin quyoshning ostidagi bu dunyoda nima ishlarning yuz beradiganligini kim aytib beralaydi?